Rossiya Ukrainaga 496 ta dron va 74 ta raketa bilan kombinatsion zarba berdi. Kiyev bugun dahshatli kechani o'z boshidan kechirdi. 18 ta halok bo'lganlar, 90 dan oshiq yarador, jabrlanganlar yana aniqlanyapti. 20 ta turar joylarga shikast yetgan. Rossiya bu hujumni Rossiyaning energetik, yoqilg'i obyektlarga berilgan zarbalarga javoban deb atadi. Endi Ukraina bu zarbalarga javoban Rossiya hududiga yana zarba beradi. Rossiya keyin yana javob qiladi. Bu narsani oxiri ko'rinmaydi. Ikki tomondan ham umuman urushga aloqasi yo'q insonlar qurbon bo'lyapti. Bugungi dunyoga shu zamonning xo'ja ahror valiylari kerak. Podsholarni murosiga keltiradigan, tinchlik o'rnata oladigan avliyo, miratvorichlari kerak. Hozirgi zamonamizda podsholar ham quloq soladigan avliyolar qoldimi o'zi? Siz qanday fikrdasiz?